Assalomu alaykum. Kanalımız obunachilar, qadrli yurtdoshlar, sog'lommisizlar. Ko'pchilik aka-ukalarimiz so'ragandi. Bizda kvint bo'lsa ham, ish chiqaring, xaltura ishi bo'lsa ham deb. Mana sizlarga ajoyib ish bor. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ringlar, to'liq ma'lumot olasizlar. Birdan like bosib, kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yinglar. Qo'ldan kelganicha ishonchli ishlar chiqarish harakat qilamiz. Moskvada ish bor. Metro Altufeyevo degan adresda ish bor do'stlar. Qatarda metro Altufeyevo 6-vyuxtda. Kuniga 4500 rubldan pul to'lanadi. Har hafta ratchot, bizda kun ishlasangiz ham bo'ladi. Bu yerga kerak kasblar: monolitchik, gipsokartonshik, отделщик, elektrik, svarshik, raznorovodchi 4500 rubldan, faqat raznorovodchi 4000 rubldan. Har hafta ratchot do'stlar bu yerda. Shpakirovchik ham kerak bu yerga 4500 rubldan pul beriladi. Puliga 100% garantiya. Ekranda telefon raqami yozib qoldiramiz. Ertadan bemalol olg'a chiqsangizlar bo'ladi. Ish beruvchi rus kishi do'stlar. Rus prorab kishi. Meni ilgarigi tanishim bo'ladi bu. Ilgari ham ko'p ishlar chiqarganmiz. Bemalol murojaat qilsangizlar, borib ishlasangizlar bo'ladi. Agar ma'qul bo'lsa, ishni borib ko'ringlar. Avvalo har videoda aytaman do'stlar. Negativ kommentariy yozmasdan avvalo ishni borib ko'ringlar, so'ranglar ishlab yurganlardan. Ish qanday bo'lyapti, qanday ketyapti, puli qanday bo'lyapti, o'z vaqtida berilyapti, usloviyasi qanaqa masalanda. Men aytmagan bo'lsa ham usloviyasini so'ranglar. Ish qanday bo'lyapti, vaziyatni o'rganinglar. Ko'nglingizga ma'qul bo'lsa, o'zingizga borib ishlasangiz bo'ladi. Mana sizlarga maslahat. Kommentariyaga lishni gap yozish shart emas do'stlar. Ko'pchilik tushunganlar tushundi o'sha. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Biz sizlar bilan birga do'stlar, kanalga obuna bo'lib, video chiqqan paytda birdan like bosib, ayamasdan like bosib qo'yinglar do'stlar. Videomiz keng tarqalsin, ko'pchilik aka-ukalarimiz ish izlayaptilar. Ishonchli ishlarni chiqarish harakat qilamiz. Bizdan uzoqlashmang. Xayr, sog'lom bo'ling do'stlar.